Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana navbatdagi ishimizni ham sizlarga obzorni boshladim. Xo'p, bularimiz razmeriy gapiradigan bo'lsak, bularimiz eni 270, bo'ylari 275. Bu yerda kirorish robotxona bo'lganligi uchun bu yerga katta ayna qo'yib berganmiz, kalyonning. Bularimiz yo'diy oyna bo'lgan. Bularimiz o'sha birli qalin oynadan bo'lgan, kalyonni kuydirilgan oyna. Keyin ustunlarimizni ham har doimgidek balki fon bilan burchak qilib o'raganmiz. Ustunlarni yopib ketish maqsadida. Xo'p, bu tomonga keladigan bo'lsak, bularimiz orasi 2 yuqor, eni 2 yuqori, bo'ylari 275 bo'lgan. Bularimiz oddiy oyna, 2 qavat oyna bo'lgan. Bularimiz 2 qavat oyna, yo'diy bo'lgan oynaga ham. Xo'p, romlardan ham ochilish qilganmiz, splashni qilganmiz, chiroyli chiqish uchun, fasollari bir xilda chiqishligi uchun. Xo'p, bu yerda ustunimiz bor. Xo'p, eshikda eniga to'g'ri keladigan aytadigan bo'lsak, bularimiz eshikda eni 250, bo'ylari 275. Bularimiz 4 ko'z qilganmiz, o'rtadan 2 qanotli eshik qilganmiz. Ligirovkalari yaxshi, uchkalarni ham yaxshidan qo'yganmiz. Bu yerda ham rom qo'yib berganmiz. Ichkarida so'ri bor. So'rini bu yerga to'silgan. Bu yerga ham bittadan ochilish qilib, splashni ochilish qilganmiz. Bu yerga 2 qanotli eshik qo'yganmiz. Hop, eshiklarimizni ham splashni oynali qilganmiz. Bu yer bilan bir xil chiqishlik hisobiga. Bularimizni ham ochilib yopilishlari zo'r, cho'tki. Oynalari 2 qavat. Ayvonga issiq bo'lishligi uchun 2 qavat qilib berganmiz. Uydagilar o'zi tavsiya qilgan. Xo'p, endi bularimizni metr kvadratini aytadigan bo'lsak, xo'p, 28 kvadrat chiqqan, 625 ming so'mdan to'g'ri kelgan 1 kvadrati. 17,5 millionga to'xtagan. Agar kimgadir shunaqa ishlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Vodiy bo'ylab dastlabki ustanobga qilib yetkazib olib borib qo'yib beramiz kelishilgan holatda. Endi bizga obuna bo'lib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar, kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar, qanaqa chiqqanligini. Xudo xolisa yana keyingi ishlarimizni ham qo'yib boramiz. Hammaga rahmat.